Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ha. audio podkast, umuman, Notebook LMning audio, xizmatini yoki formatini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, aql xaritasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga nima qiziq? Bizga AI agentlar qiziq. Mhm. AI agentlar ma'lumotlarini yuklaymiz. Shu asosida biz podkast tayyorlashimiz mumkin. Shu asosida biz aql xaritasini tayyorlashimiz mumkin. Xo'sh, mana buni agar ruscha qiladigan bo'lsak, mentalniy karta, audio пересказ deyiladi. Ikkalasini bugun ko'rib chiqamiz. Bizda, eee, bizni qiziqishimiz bor. Misol uchun, sun'iy intellekt bo'yicha, AI bo'yicha, yangiliklar bo'yicha, nima bo'layotganligi bo'yicha va bizga ma'lumot keldi. O'zbekcha yoz. O'zbekcha yoz deymiz. Batafsil, batafsil ma'lumot ber, jadval ko'rinishida ko'rinishida tayyorla, 100 ta qadamni tushuntirib ber. 100 ta qadamni bir-biriga bir-biriga bog'lab tushuntirib ber degan savolni berdik. Batafsil ma'lumot ber, jadval ko'rinishida tayyorlab ber. Demak, boshladik. Biz buni asosida audio пересказ qilishimiz kerak и mentalniy karta qilishimiz kerak. Mentalniy kartadan boshlaylik. Buni tayyorlaydigan alohida instrumentlar bor, alohida dasturlar bor. Buni nomini Xmind. Xmindda bemalol tayyorlash mumkin. Aytaylik, qanaqadir strukturalar, aytaylik ketma-ketliklar tayyorlamoqchi bo'lsanglar, bemalol Xmind degan dasturda tayyorlashinglar mumkin. Xo'p, bu yerga yana savol beramiz. Keyin buni farqli tomoni bor. E'tibor beringlar, bu joyda 9 ta instrument, ya'ni knopka bo'lsa, 8 tasida uni ichiga kiradigan funksiyalari bor. Ya'ni tanlanadigan, o'lchanadigan funksiyalari bor. Ammo mentalniy kartada yo'q. E'tibor berishingiz mumkin. Aynan mentalniy kartada yo'q. Xo'sh, bizga bu hozircha kerak emas. Zo'r. Demak, bizga tayyorlab berdi. 100 ta qadamni tak bir-biriga bog'lab tayyorlay ber dedik. Demak, yuqorida ham tayyorlashni boshlagan, pastda ham tayyorlashni boshlagan. Xo'p, 51 ga keldi. Mayli, kutamiz ozgina. Tayyorlab bo'lgandan keyin boshlaymiz. 64 to'xtatish qobiliyat nisbatan xavf. Qaysidir joylarda cheklangan, imkoniyati bo'lishi mumkin. Misol uchun 100 ta so'raganingizda, 50 ta, 60 ta qilib berishi mumkin. Lekin hozir bu joyda menimcha murakkab savol bo'lmaganligi uchun 100 tani qiyinchiliksiz tayyorlab beryapti. Hozir ko'rib chiqamiz oxirigacha. Endi tayyorlashigayam ozgina vaqt ketadi, ya'ni chatdan tashqari. Shuning uchun biz o'zimizda anaqamizni yozib olaveramiz, promptimizni. Prompt qanaqa bo'lishi kerakligi bo'yicha. Demak, birinchi prompt. Mutlaq o'zbek tilida, o'zbek tilida imloviy xatolarsiz podkast. Mhm. Bir bizga podkast kerak. O'zbekcha bo'lsin, o'zbek tilida. Tekst. Tak. Bu endi video uchun edi. Hammasi o'zbek tilida bo'lsin. Suhbatlashayotganlar to'liq to'liq o'z o'zbek tilida gaplashsin.
degan bizda anaqamiz bor edi. Promptimiz bor edi. Xo'sh, boshladik. Demak, 100 ta tayyormi? Tayyor. Oxirigacha ko'rib olamiz. 100 ta tayyor. Endi shuni biz to'g'ridan to'g'ri aytamiz, mental ber. Demak kutamiz. Buning ichida tanlanadigan hech narsa yo'q edi. Endi shu asosda biz audio yasashimiz kerak. Audioni ham turlari bor ekan, e'tibor bering, 4 ta turi bor ekan. Xohlasanglar buni man o'zbek tiliga tarjima qilib ko'rsatib berishim ham mumkin. Batafsil tahlil bor, qisqacha xulosa bor, sharh bor, munozara bor. Ya'ni formatlash qismida i tilni tanlash bizga kerak emas. Chunki katta ehtimol o'zbek tili bu yerda yo'q. Uzunligi bo'yicha kichik bo'lsin, misol uchun sukut bo'yicha bo'lsin, katta, uzunroq bo'lsin degan formatimiz bor. Ushbu epizodda AI taqdimotchilar nimalarga e'tibor qaratishlari kerak? Xo'sh, uni yozdik. Ya'ni bu prompt edi. Uni yozib bo'ldik. Kelinglar bitta formatlarni tanlab chiqamiz. Bizga batafsil kerak, uzoqroq suhbatlanadi. Misol uchun, o'rtachasi ham bizga bo'laveradi. Boshladik. Frameworkni taqqoslash deyapti. Yangi boshlovchi dasturchilar uchun amaliy maslahatlar. Qanaqa bo'lsin? Misol uchun, yangi boshlovchilar uchun bo'lsin. Ya'ni qo'shimcha bizga anaqa o'zi tomonidan berilyapti. Asosiy tushunchalar, frameworklar taqqoslash, amaliy qo'llanma ham bersin. Xo'p, pastda o'zi yana qo'shimcha formati bor. Ketdik. Biz vaqtdan yutqazmaslik uchun boshladik. Aql xaritasi tayyor уже. Ikkinchisiga o'tamiz. Bizga qisqa xulosa ber va bizda anaqamiz bo'yicha yaratib ber. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi sharh. Sharh o'zi maksimal yo'q ekan. Xo'sh. Agentlar arxitekturasi dasturchilar uchun frameworklarni taqqoslash. Berdik buni ham. Buyrug'ini berdik. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. E'tibor beringlar, ikkita audio podkast deylik. Nomlanishi ham o'zi podkast. Munozara. Sukut bo'yicha qisqa qilsak ham bo'ladi va o'zimizda o'zbek tilida tayyorlashini maksimal so'rab qoldik. Ketdik. Buni ham tayyorlashni boshladi. Demak, 4 tani tayyorlash kerak. Biz faqat mana shu ikkalasi bo'yicha ketamiz. Endi siz chatni o'zida ham berishingiz mumkin yoki shunchaki mana bu yerda knopkani bosishingiz ham mumkin. Mana men shunchaki knopkani bosyapman. Demak, jami 5 tani tayyorlayapmiz. Ungacha biz aql xaritasini ko'rib chiqamiz. Ko'p agentli tizimlar va kognitiv orkestratsiya uchun loyiha deyapti. Buni nomini men sizga tushuntirib o'tdim. E-agent and multi-agent system bu inglizcha ketibdi. Siz buni nomini hop bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Hop, bizga bu hozircha kerak. Mana kengaytirmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa qilib kengaytirsanglar bo'ladi. Mana buni endi biz bittalab ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana yaqinlashtirish. Bu yerda nimalar bor? Ya'ni o'sha 100 ta qadamni bo'lib chiqqan. 100 ta qadamni bir-biriga bo'lib chiqqan. Misol uchun mana bunaqa qilsa qaytadi orqaga. Mana bunaqa bossanglar yana chiqadi. Imенно mana shu belgilagan ma'lumotimizda bu yoqdan уже chiqarishni boshlayapti. Va bu bizga hozircha kerak emas. Ya'ni siz buni keyin yuklab olishingiz mumkinmi? Ha, yuklab olishingiz mumkin. Bitta qaytamiz orqaga. Pastroqqa ko'ramiz buni. Xo'sh. Biz bu joyda yuklagan edik. Demak, tilni tanlaganmiz. Web import. Demak, hozircha bizga bu kerak emas ekan. Cortex demak ishlayapti. Ultra Expert ha bizga kerak. Mana bu joyda notes, report, feedback, GitHub qaysi biriga olsin. O'sha narsalarni bizdan so'rayapti. Will download, report, data table hammasini olish mumkin. O'sha ma'lumotni bizga qaysi biri kerak bo'ladi? Infografika. Buni biz o'chirib qo'yibmiz ekan.
Xo'p, qani yuklandimi? Ko'rib olamiz. Mind map. Mana yuklandi. Biz buni bemalol yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin. Buni o'zbek tilida ham bemalol tayyorlab berishi mumkin edi. Chat orqali buyruq berganimizda. Xo'sh, biz bundan chiqamiz. Bizga hozir bu kerak emas. Biz endi maksimal mana bu joydagini ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Javob berishini. Tezroq javob berishi uchun обновление tugmasini har daqiqada bosib turishimiz mumkin va orada tayyor bo'lganlarini bizga tez-tez beraveradi. Bo'ldi. Mana bu yuklash degan formatimiz chiqdi. Qanaqa formatda qilib bersin? FreeMind, PNG, bu joyda SVG vektor, Markdown ko'rinishi ham bor ekan. Kengaygan versiyada olib berdi. Buni bu formatda ochish kerak. Xo'p, biz qaytamiz orqaga. Qaytamiz. Javoblar tayyor bo'lgan bo'lsa, ularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, men sizlarni kursga qo'yib qo'ymoqchiman, ya'ni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Hozircha notebook elimning o'zbekcha audio sharhi desak ham bo'ladi, audio podkast desak ham bo'ladi. O'zbekcha formati hali tayyor emas, ya'ni qilib bera olmaydi. O'shaning uchun men maksimal 3 ta dars bor edi. Bu bo'yicha men o'sha darslarni olib, sizlarga foydali bo'lgan boshqa yo'nalishlarni men qo'shdim. Demak, audiolarimiz deyarli tayyor. Men yuqorida aytib o'tgan edim, hali notebook elim o'zbekcha audio qilishga tayyor emas. Lekin tayyor ekan. Tayyor ekan deganda qanaqa? Misol uchun, e'tibor beringlar, uzoq muddatli, ya'ni 10 minut, 15 minutlik, 20 minutlik, yarim soatlik audiolarni yo'q, o'zbek tilida qilib bera olmaydi. Lekin e'tibor beringlar. Birinchidan oddiy Sulas. Bu sun'iy intellekt agentlari haqidagi eng muhim ma'lumotlarning qisqacha xulosasi. Bilasizmi, bugungi kunda chang bosib yotgan enslashtirib yubormaydimi? 100% Qisqa, ya'ni o'sha siz bergan ma'lumot haqida qisqa 2 minutu 14 sekundlik audioni haqi bera oldi. Kelinglar, keyingilarini ham ko'rib chiqamiz. Graph, focusing and nonlinear paths, collaborative complexity, Daqiqa ko'tarilishi bilan, ko'payishi bilan, demak, ingliz tiliga o'tib ketyapti avtomatik. Yuqoridaglar cast, taxminan menimcha daqiqasi ko'proq bo'lsa kerak. Ularni ham ko'ramiz. Mana 7 Imagine you daqiqa. deploy Ha. reason plus act. Demak, daqiqasi ko'proq. Mana bu joyda bemalol eshitsak bo'ladi. I was looking through our research for today's deep dive, going through the various sources, and I hit this moment of like pure Eng yaxshi tomoni nima desa, misol uchun siz bemalol mana shu joyga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. unexpected To'xtamiz. comment. Oh, hey, our listener wants to join in. What's up? Hi, good morning. How are you? Can you explain me AI future? Hi, good morning to you. We're doing great. Thanks for joining us. And that is a perfect question. We can definitely explain the core features of AI agents. That's actually the entire focus of today's deep dive. We're talking about the differences between standard AI and the Xo'p, buni yaxshi tomoni nima desa, kelajakda misol uchun siz aytaylik kursga, imtihonga, sessiyaga tayyorlanayotgan bo'lsangiz yoki o'z ustingizda til bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, sizga kimdir hamroh, sherik kerak bo'lmaydi. Notebook elim orqali shu joyning o'zida aytaylik butun boshli kitobni savol-javob qilishingiz mumkin. Ingliz tili, rus tili, endi o'zbek tili maksimal yaqin kunlarda chiqib qolsa kerak. Chiqsa, o'zbek tilida ham bemalol imtihonga tayyorlanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hammasi tayyor, bitta o'zbekcha qilib berdi. Buni ko'rdik. Qani buni ham bitta eshitib ko'ramiz. 19 daqiqa demak ingliz tilida. welcome to the debate. Shunaqa. Xo'sh, podkastlar kerakmi? Ha, kerak. Siz agar ingliz tilini bilsangiz, bemalol bu bilan podkast qilishingiz mumkin, savol-javob qilishingiz mumkin. Audio, xuddi insondek siz bilan savol-javob qiladi. Buni afzallik tomonlari xuddi shunday. Undan tashqari biz hozir ikkita narsani ko'rib chiqdik. Bittasi audio podkast, ikkinchisi mind map deyiladi bu narsani nomi. Uni ham bemalol foydalanishingiz mumkin. O'zingizga kerakli bo'lgan muhim narsalarni yozib, bundan chiqarib, boshqa ishlaringizda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.
Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.